Assalomu alaykum. Final muborak bo'lsin. Yana bir bora avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli bugungi finalimizda 5 ta jamoa o'zaro bellashishadi. Birin-ketin jamoalarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Nega polis jamoasi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali akademiya jamoasi. Qara. Buxoro neft qayta ishlash zavodi Olislar jamoasi. Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati jamoasi. Hamda so'nggi mezbon jamoamiz Osiyo xalqaro universiteti Maximum 2021 yilga Xonobod va Zulqonlar mavsum chempioni Shuhrat Almetov. Xonobod va Zulqonlar Voqa ligasi rahbari Iskandar Temirov. Xonobod va Zulqonlar Oliy ligasi Xonobod va Zulqonlar raisi ustozimiz Sumarlik Rahmonqulov. Hamda ko'pchilik qurulishlarning ustozi, Xonobod va Zulqonlar badiiy rahbari hamda bugungi hakamlar hay'ati raisi ustozimiz Olimjon Xudoynazarov. Demak, birinchi mavsum, birinchi final omad. Samarqand soyqali ro'yi zamilas Buxoro muxlisi nomer 1. Assalomu alaykum. Bo'ldi Buxoro. Buxorolik muxlislarni ko'rib bitta she'r esimga tushib ketdi. Qani? Idi. She'r esiga chiqdimi? Yo'q, she'r shunaqa. Qani? Idi hayqiraman tog'lar bag'ridan. Gumburlagan sado keladi. Mana yerning o'l tashqaridan. Devolamizsan deganda do keladi. Men nechun sevaman Buxoroni. Nechun labi qo'shuvini aylab o'tiyam. Aslida dunyoda tanho nima bor? Balaza qilmaydimi o'zga yurtdayam. Qora ko'lim, nanajon mulkam. Buxoroyim, jonim to'shay boyinga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rimingni alishmasman. Ola topsaydi. Давайте. Качайте. Abbos, qani she'ringda Buxoro? Qani menda she'r. Valla, Buxoroni sig'ini ko'rdinglarmi? Mana Maraka, Obboqning shiroyligini bo'laydinglar. Buxoroni sig'iga ranglar o'zgarib ketdi. Bu kamol-ku. Bu sizlarning o'zgarib ketdi-da. Bolalar xabaringlar bor. Biz jamoamizga kuchga oldi, kuchga
ikkita boqyapti. To'g'ri. Lekin shu kichikka bir suyak kerak begoyim, bor olmakadan suyak olib kel. Ey aka, shu suyakka qiz bola bormasin. Nimaga? Bilmaysizmi, olmakani qizlarga suyagi yo'q. Arkadan da çıkardı geçelim. Voy. Har bunga xafaman yetadi boshqa jamoada o'ynayma. Ketaman men Surxondaryoga. Nimaga? Sen nima degandilar? Buxoroga borsang, seni bo'lajak chekirak qilish kerak deganlaringda. Nima bu meniki? Uka, bu turishingga manikendan boshqasini ko'ndira olmadim. Bu ishga deganlaring. Qara bu ikkinchisi, ha? Ikkinchisi rozi bo'lmadi-da. Yo'q, xafa bo'lma. Bu manikning ham qullarlik taraflari ko'p. Misol uchun bu sani do'sting bo'lishi mumkin. Misol uchun bu sani sevgan qizing bo'lishi mumkin. Bola bo'lishi mumkin bu. Yo'q, men manikenda bola bo'lmasa kerak-ku. Ayjo, bitta baqirasa o'zingdan ketib beribsan. Noto'g'ri tushunmaydi, Buxoro kelguncha o'zida samolyot tushsam qoldim-da. Buxoroga avtobusda kelsang bo'lardi. Taksida kelsangiz bo'lardi. Velosipedda kelsang ham bo'lardi. Sen piyoda kelsang ham bo'lardi. Kelmasam ham bo'lardi. Bu narsani bilib qo'yinglar. Buxorodan mashhur odamlar chiqqan. Mana Xolqay, Hikmatullayevay, Ozod aka Yuliyev. Ana shulardan bor so'zlaring aytadi qanday mashhur odam chiqqanini. Arkadan belli. Привет. Nima deydi bu? Ha, salom deyapti. Как дела? Ishlaring qanday deyapti? Ey, yonida kim ekan bu so'raqani? Это твоя mama da? Да, мама. Ha, mamasi ekan. Ya, mamasi kattaligini. Bola topilach qo'limdagi bor. Lola bor qo'lingda. Voy, qayerdan bildingiz? Ha, mana Lolani ushkurni topdi-ku. Normal yashash kerak. Yuramisan, Surxondaryodan Buxoroga. Qo'lida nima bor? Bor, yo'qol chiqib ketganman-da. Qare. Ana. O'rtog'imni xafa qildingiz. Просто odamlar tushunmadi Lolani uchun. Siz ham foydasi yo'q. Buxoroning ikkita dunyoga mashhur gaplari bor. Ibi bilan Xay. O'sha gaplar qayerda qanday ishlatishni o'rganib chiqdim. Mana ko'ringlar. Ey bolalar, bugun o'yindan keyin hammamiz diskotekaga boramiz. Lekin qizlar bormaydi. Ibi. Ey, eng yangiligi men u yerda qizlarni o'zim gaplashib qo'yganman. Lekin ularning qancha baquvvat yigitlari ham bor ekanda. Hay. Ey Abuz aka. Mana bitta qizga rasmingiz ko'rib turdim. Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Tasavvur qiling. Diskotekadan keyin mehmonxonaga borasiz. Hech kim yo'q. Eshikni ochib kiryapsiz. Shunday pepesga posa beramiz. Hay, aka bu meni olmaydigan qizim. Uni aytganmi? Hay. Nimaga bo'lsam, qizlarni ko'rishdan bo'ldingizmi? Hay. You better do it, you can't trust me. Demak, bizning ilk sahna ko'rinishi zooparkimizga fil keldi. Zooparkni esa umrida birinchi marta ko'rib turgan zoopark xodimi. Marhamat. O'rta boshqa. Voyman tabakkadan yurdim. Bitta hayvon keldi, aytsam ishonmaysiz-ey. Voyak dum bo'ladi-ku dum. O'sha dum bilan shunday o'tni yuryapti. Shunday yuryapti. Dum bilan yuryapti. Keyinchi O'rta boshqa. Keyin aytsam ishonmaysiz. sen uni yuvganini ko'rmagansan.
Qirol Sher filmidan original lavha. Churruk dahay. Hayvonlar tiz cho'king. Sherning farzandi tug'ildi. Yo'q. Mana bu sherning haqiqiy bolasi. Yo'q, mana bu haqiqiy sher bolasi. Shuma, endi dödet. Ammasi? U sher amasimi? Shoshangiz. Ular tanishib. Birinchi shartimizning nomi biz birinchi ekan. Haqiqatan ham biz Buxorodagi birinchi turistmiz. Yo'q, bizdan avvalo minglab, yuzlab turistlar kelgan Buxoroga. Yo, to'g'ri, bizdan avvalo minglab, yuz minglab turistlar kelgan. Lekin biz ularga kelgan o'sha turistlar mana bu nima deydi, Buxoroni arkini ko'rish uchun kelgan. Labi hovuzni ko'rish uchun kelgan. G'ijduvonni shashligini yeyish uchun kelgan. Lekin biz u narsa uchun kelganmiz yo'q. Biz ham mana shu yerda turgan kichkinagina ko'rikchani Surxondaryoni olib ketishga kelganmiz. Boshqa jamoalarga bizning maslahatimiz, siz bo'linglar ana Buxoroni arkini ko'ringlar. Labi hovuzni ko'ringlar. G'ijduvonni shashligini yenglar. Rahmat azar yaqinda qilsa qarshingizda megapolis jamoat bo'ldi. Megapolis va Shahrixonda xushomadi. I'm showing the Voh haydab vohaliga signalga chiqoldik. Assalomu alaykum. Nima qiziga kiydirmaganlar? Buxoro. Ha, final. Ha, bizni kim kutib oldi? Buxoroliklar. Kim uch mahal ovqat berdi? Buxoroliklar. Shaharni kim aylantirdi? Buxoroliklar. Qizlarimizga kim gapirdi? Buxoroliklar. Navoiyliklar. Olim aka, Umar aka, Iskandar aka. Hurmatli hakamlar, muxlislar chiqishimizdan oldin bir narsani aytib o'tay. Bizni hazillar tez yordamga o'xshaydi. Nimaga? Ikkinchi yetib boradi. Biz bugun finalda yutamiz. Ha! Chunki bizni jamoamizda deputat o'g'li bor. To'g'ri, uni birorta ham gapi yo'q, zato bor. Nima? Bitta ham gapim yo'q. Hozirda. Alo, papa. Buni sani bitta ham gaping yo'q debdi. Yaxshi, fonga qo'shilib ha deb turasan. Men ha demayman, prima gapiraman. Ha deb tur, normal ish hozir. Alo, papa, buni ha deysan deyapti faqat. Bolalar kubikni ko'rib turibsizlar. Shu kubikni olish uchun biz hamma narsaga tayyormiz. O'zlaringga javob bering, o'zlaringga. Hamma narsaga ham tayyormasmiz. Ya sen noto'g'ri tushunding. Shu kubikni olish uchun biz hatto jonimizni berishga ham tayyormiz. Jonim, chiqib turda sen berolmoqchi bo'lasan. Aka, mana shu zurga moynashi. Ya sen rolni nima deysan? Yorib tashlayman. Любой rolni bersan, inson Любой o'ynayman. e'lon qiladi. Bizlarda ko'ramiz, institutimizda bo'lib o'tgan Balla qizlar ko'rishda deputatning o'g'li ikkinchi o'rin olganlar. Alo, papa, buni sen ikkinchi rolga yotdi. Buni hal qilib ber. Ye, hakamlar, assalomu alaykum. Iskandar aka, yaxshimisiz? Bolalar, Iskandar akani taniysizlarmi? Yo'q.
Bilmasanglar buni olinglar. Hakamlarda ikkita mujik odam bo'lsa, biri Olim aka, ikkinchisi Umar aka. Iskandar aka kim unda? Normal odam. Aka mana yaqinda universitetni bitirdik. Ha. Qayerda ishlayapsiz? Men ikkita ishda ishlayman. Qayerda? Birinchisi aptekada to'g'ri sotaman, ikkinchisi odamlar organ sotaman. Hazır aptekada ishlamayman. Uzun bola telefon bo'lib qoldi. Alo. Yo'q, farzandimiz farzandli bo'libdi. Uyqimi qizmi? Qiz? Yo'q, qiz farzand qiz. Hey! Alo. Papa? Siz uyqu bo'ladi diyordingiz-ku? Bu ham kirib ketadi yer bilan. Qo'l yalama qildi. Bilasizlarmi bu qanday qo'l? Qanday qo'l? Shaxsan Olim akani o'zlari bilan salomlashgan. Ustozni qo'lini ushlagan qo'llarimizni ham bir ushlaydi. Ishlataveramanmi? Ko'rmanasini bering, ko'rmanasini. Ana 100 ming. Ustoz, keyin to'p chekasizmi deyman? Bu boshqa qo'l. Oh, ustoz baribir didiz nozik sizni. Biz ham bir xillik, lekin pulimiz yo'q. Nima? Mana. Bu pul bo'lmasa-ku. Nimaga? Puling bo'lmasa qizarmasan. Bunaqa bo'lsa biz mediklarni mashhur gap bilan boshlaymiz. Qo'rqmang, qattiq qilmaymiz. Ketdi! Kim spordi bilan finalda? Assalomu alaykum azizlar. Biz o'z chiqishlarimizni boshlaylik. Ko'ramiz biza birinchi sahna ko'rinishi. Sohasini yaxshi ko'radigan qiz kulganida ana endi talabalar mavzusiga murojaat qilamiz. Bilamizki, yotoqxonadagi talabalarga uydan pasilka jo'natiladi. Ko'ramiz, qizlar pasilka olishganda Qizlar, bir qop kartoshka keldi. Yuringlar qovurib yeymiz. biz o'z kasbimizdan kelib chiqib davom etamiz. Tasavvur qiling, hokimni operatsiya qilayotgan doktor. Qarg'am xotin bu. Slip, skalpel. Dada, bular kim nima qiladi dedi. Pasportim, pullarim, sumkam. Men qo'shib ketdim bu yerdan. Davay. Bizda so'nggi sahna ko'rinishi qaysidir binoning 13-qavatidagi yig'ilish. Demak, hurmatli hamkasblar, hamma narsa tushungan bo'lsangizlar, vazifalarni yaxshi va vaqtida bajaringlar. Javob. Aytgancha, dansalarni ko'chiringlar, 12-qavatga tushamiz. Nimaga? Devona 13-qavat buzilyapti, 12da ishlaymiz-da. Ertasi bor bu voqani, o'tda ishlatmaydi soqani. Ertasi bor bu komandani, ertasi bor bu ligani. Ertasi bor bu voqani, o'tda ishlatmaydi soqani. Ertasi bor bu komandani. Buxoroda eng zo'r muxlislar, kuchlilar yuzini izlar. Poytaxtdan kelgan hakamlar, ko'tarilib yuqori ballar. Maqsadlari bir xil bo'llar, bu o'yin hammani jamlar. Bizda tayyor qizlar, jim qizlar. Assalomu alaykum Buxoro! Final muborak!
ishlaymiz. Bizning zavodimiz benzin ishlab chiqaradi. Shuning uchun ham sizga benzin sovg'a olib keling. Qanday misol? 80 ming so'rasizmi? 95 ni? Esingdan chiqib turing, Umar aka metan so'raydi. Elektromobilda yuraydi-ku. Uni qo'yinglar, qizlar ham o'zgarib ketdi. Kecha bir qizni ko'rdim, labini boteks qilib olgan. Tepala 5 metr. Pastisi 5 metr. Ikkalasini qo'shib o'rtaga suv solib, baliq ushlasang bo'ladi. Labni havuz ekanda ha. Shu qizlarni yomon buzilib ketibdi deyman-da. Qizlarning hech bo'lmas, hokimlar buzib ketdi-ku. Stop, O'rnamaga mana finalga chiqmasin. Yutmoqchilik. O'zi bugun qaysi jamoalar bellashibdi? Megapolis, Maksimum. Maksimum deganda kuchli jamoa. Ularni Ozodaga tayyorlagan. Yutsa kerak o. Yutolmaydi. Nimaga? Ozodaga mana institutga 5 yil tayyorlagan. Men hech qayerga yutganim yo'q. Endi Rajabning ustiga kostyum, pastiga triko kiyganiga e'tibor bermaydi. Bu katta bo'lsa, madaniyat va sport vaziri demoqchi. Bu Rajab mana resmashada kecha bittasi mas ariq yo'qkan ekanda qutqardi. Bekor qilsan, Rajab, mas bo'lsa, ariqqa yiqilayotgan bo'lsa, ustingda ol, bekor qutqarsan-da. Sen ham to'g'on ichilib yiqilib yotsan, ham qutqarmaysan. Aziz muxlislar, bu oq-oqlarga qachon gapirgandek kutib turibsizlarmi? Hozir. O'lmasjon. Eshitdik, sizda pul ko'paygan 3 million qarz berib turing. Nimaga? Geografiyadan repetitorga bormoqchiman. Men geografiya uchun 3 million bermayman. O'lmasjon, ko'zga tushadi. 7 kun burchak siz bilan ko'rishamiz hali. Rajab, men 3 million berdim. Men 1 million berdim. Aka, eshitso'ring. Yer ayala, esdan chiqmasin. Yigitlar yana bitta gapda. Mana shu Umar aka aslida Umar aka emas. U boshqacha odam. U qo'rqinchli. Umar aka nima qo'rqinchli? Ana qarang, Umar aka yonimizda bo'lmasa ham, Umar aka deb gapiramiz-ku, o'sha qo'rqinchdan. Ku, aytasiz ham bo'lsa kerak. Ana, mandan qo'rqishni boshlading. Men rostdan ham shu uyda qo'rqib turmanda. Agar shu uyda ham nimadir bo'lib ketadigan bo'lsa, men bo'shab derazaga chiqmayman. Bu nima deganing, Jo'rajon? Axir sen orzularingchi? Sen axir kubok oladigan insonsan. Sen hali istiqbollarni ko'rasan. Sen Oliy Liganing finallarini ko'rasan. Sen Ruskiy kemaylarni ko'rasan, Jo'ra. Qancha jo'raman? Ayni sen peshanaga yozilganini ko'rasan. Cappuccino, pachnie jak muszyna. Gorszy alpocino. Sahnaga kim olib chiqding? Menga aytolsam, yo'q aytolsam. Hozir sahnaga kampir olib chiqding. Ja, kampirlar tashana yaqinda kvartiram bo'ladi. Hozir xalqdan uyalmaysanmi? Meni xalq deganingda xalqda gap borda. Onasini ko'rib qizini oldi ekan. Men sevgan qizimni onasini ko'rib onasini olib oldim. Hozir onang gapirmaylarmi? Onam gapirmaydi. Onam aytganda, o'g'lim xuddi o'zimdan kelin to'plaganlar. Onajon, mana keldim. Bo'ldi mayli. Jamoamiz tayyor bo'lsa, komandamizdagi qizlar Abduloxaga aytgan gapi bilan boshladi. Ko'ramiz, bizda birinchi sahna ko'rinishi juda ham qo'rqib ketgan mushuk. Demak, biz davom etamiz. Hozir kunda ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz aynan shunday yo'l tutishmoqda. O'g'lim, ana shu gilamni qoqishib olgin.
Hurmatli pasbizchilar, hozir Umajonimga yordam beramiz, hammamiz birgalikda kuzatib qo'ying. Ketdik, hozir onamga yordam beramiz, keyin borishsin. Mehribonim onam, beozorim. Tuvaletiga ketdik-ku. Qanaqa bo'lasan? Tualetga ham telefon, kamera. Qachon aqling kiradi? Qachon bilasan sen? Hurmatli pasbizchilar, onangiz o'rnidan yig'latish yaxshi emas. Biz hozir sizlar bilan dadam ko'chada ishlayotgan ekan, dadamga yordam beramiz. Yuqori kayfiyatda davom etamiz. Tasavvur qiling, nimaga degan savol umuman ishlatilmasa. Rajab, shu ishtonchani ichib bir kunga aylanasizmi? Ko'pini. Hozirgi kunda aktyorlik maktablari ko'payib bormoqda. Tasavvur qiling, amaldorlar aktyorlik maktabida. Qani, davay aynalamiz, mashq. Yuguramiz. Achot hozir, achot. Ajratilgan 200 million pulni, 200 millionni bog'chaga, maktabga sarfladik. Zo'r davom etamiz, yuguramiz. Madaniyat vaziri. San'at sohasi zo'r bo'libdi. Mana shu kunda qildik, ustiga o'tashamiz. Zo'r davom etamiz. Mashq, xalq oldiga chiqadigan. Biz qo'ldan kelgan hamma ishni qildik. Stop, sizga hech kim ishonmaydi. Nimaga? Abi qorini yo'qoting, mashq qiling, davay. Arkadaşlar, sizlar bilan birinchi shart mobaynida Buxoro neftni qayta ishlashni o'rganing. Oilsar jamoasi bo'ldi. Qarang yigitlar, sizga kulgulashar, sonsiz hazil huzurlar, siz uchun muxlislar, ijoddan to'xtamasdan qarasin sodiq bo'lganlar. Qarang bu yigitlar, Oilsar. Qarang bu yulduzlar, yig'ilgan odamlar, sonsiz turan yulduzlar. Assalomu alaykum, Samarqand Zaynaniy Luizaminaz, Buxoro Qubbatul Islomiddin has. Navoiy va Tayinda chas. Ola, Buxoroga kelibdi. Shu yo'llarda yursam, bir aka qo'limni bigiz qilib, Arif deydi. Ammo to'g'riga tushunmayman. Masalan, to'g'ri bilasan. Nima degan Arif? Va qara, Buxoroga sani Arif demasan xato bo'lma. Arifga to'rtasan-da sen. Yo'q. Buxoroliklar bir normal shunday biznes qilib qo'ygan bir o'zi qarab yurgan bachani Arif deydi. Sen super mega городской Arifsan. Просто. Qanday cho'qirdi? Arifcha. Сердце мое. Borlar. Manda yangilik zo'r. Agar biz chempion bo'lsak, zavodimiz raisi 100 milliondan beradi har birimizga. Ko'ryapsanmi? Даже rais bilan bizni yutishimizni. Lekin chempion bo'lamiz. Qayerga? Qo'yib keldingmi? Zo'r mehmonxonaga joylashtirdingmi? Har kun 5 mahalla o'qib beryaptimi? Chempionlar shunday bo'ladi-da. Esingda chiqarma, Qurbo haydiya qilishyapti, qo'ylarni semirtirishga. Ayta, savol bor. Agar erkak kishi 4 marta chap yursa nima bo'ladi? Oilasi buzilib ketadi. Balon inson, agar erkak kishi 4 marta chap yursa kvadrat bo'ladi. Boya kvadrat bo'ki, o'shancha kirib ketadi. Yigitlar, lekin bitta narsa menga to'ray topdim
olib ketamiz deymanda. Tayyormiz. Men qaranglar, birov bilmasin-ki, lekin bizni jamoamiz ichida Olim akani o'g'li bor. Qanga? Ha, turg'un rais vaqt keldi. Vaqt zamonida men tan olmaganman. taslim bo'lmaymiz. Olim aka. Nimaga olim aka deyman? Darjon, agar ishonmasangiz, so'ng savlatini eng katta qilamiz. Lekin bundan unutmang, farzandlar orasida biz birinchimiz. Sana olim aka urdi deyaptimi? Shartli o'rni yurding o'zinglar. Lekin borga, ko'meydichini bolasi, ko'meydichi bilan tabarman. Çok iyi muzikasi kerak. Men qaranglar. Yaxshi gapi. Shunday raqs bo'p muzika bor, raqs bo'p. Bor, mana manda bu. Qo'ying qara. Suri bu. Ha, qo'ying qara. Pastga turib turib. Ha, nastroy bo'ldi. Ha, nastroy bo'ldi. И Mana shu komandalar harakatlarni ko'tarib kelgan qiz men bo'laman. Demak, biz boshladik. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi 30 yil maktabda o'qituvchi bo'lgan akamiz sudya bo'lib ishlamoqda. Ko'p. Hech kim sezmas ikkiga chiqib ketinglar. Davom etamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi buxorolik chapani yigitlar Navoiyda kafeda. Go'shku, ishkam ishlam o'rganib suring na o'yim deydi. Ha, afsona. Yo'q, diqqatga bermas lekin. Здравствуйте, добро пожаловать. O'rishki. Вот наш меню. Chi? Chi? Tutarib yakka buchi. Anladım. Ha, yakın başlayacağız, yakın başlayacağız. Наверное, первый. Ha, verme. А, шурва, пивный шурва, мастовая есть. Ne. Duyma. А, второй? Ha, duyma. Второй джаз казанков шашлык. Yok, düz şaşkın zanıyor. Sadece çıkırsa sen. Какие шашлыки, да? Да. Кавказский есть, куриный есть, кусковой есть. Çi, tuz koy, name koyma. Apa. Tuz koy, sabun gidip tutamıyor. Ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz. Keyingi sahna ko'rinishi hamma narsani kreditga olib o'rgangan akamiz xotinni ham kreditga olmoqchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bas, keling. Kredit olmoqchi. Xato olaman deyavering. Mana kreditni yarimlagan. Biroq bizda 3 xil turli kreditlar bor. Birinchi kreditimiz bilan mana Avstraliyadan ko'rinib turibdi, bu yoq chorva kredit. Bu yoq faqat uydagi mol, hol, to'chqor, barram, bu yoq sarshanglar o'zi. Tushunyapsizmi? Ketmonchalar. Foizlar nechi? Foizlari 12% bilan. Ha, keyingisi aka bu maqsadsiz kredit. Buni maqsadi yo'q. Ko'p tomonlama bilan buni yagona maqsadi shu erga tegsa bo'ladi tamom. Foizlarchi? Foizi -7 siz to'lamaysiz, biz sizga to'laymiz. O'kishi. Qizcha to'laysiz-da, meni kerak. Bu yoq borki, bu yoq avtokredit. Bu yoqda ular faqat haydaydi. Xohlasangiz Toshkent Buxoro haydaysiz. Xohlasangiz Toshkent Navoiy haydaysiz. Faqat haydaysiz. Ara-arada da zapravka qilsangiz bo'laveradi. Foizlar nechi? Foizlari 50% da endi. Buncha bola. Endi mo'shin bo'ladi. Foiz bilan nima? O'kishi ham kredit. Yo'q, bu kredit emas. Mana avtokredit to'lolmasangiz, brat sizni yigitlar, sizlarga 3 ta xabarim bor. Biri yaxshi, ikkinchisi yomon, uchinchisi juda ham yomon. Qaysidan boshlayman? Yomonidan boshla qani. Yaxshidan boshlayman. Bugun uyingiz sotilgan. Xo'sh, yomonichi? Yomoni
Buxoroliklarga sotilgan. Juda yomon uchun. Men sotdim. Buxoroga qaytdi. Bugun Buxoro xalqi biz bilan birga. To'g'rimi? Kerak bo'lsa, bugun finalga shou bo'ladi. Final uchun turli tomosha bo'ladi. Final uchun sochimni kalgada o'ldiraman. Endi nima bo'ladi? Xudo omadimizni beradi. Maqtanishmasu Osiyo xalqaro universitetida o'qiyman. Ma'ruf. So'ra. Bahakom. Kecha zo'r bo'ldi-da. Nima bo'ldi? Ovqatdan qani o'zi aytibdi-ku zo'r bo'ldi-da. Uyalmaydi, Bahakom. Kecha yomon qildingiz-da. Nima qiling? Oqa aytibdi-ku yomon qildingiz-da. Bahakom. Gapni yangilik Ota bo'larkandaman. Jinni, qanaqa ota? Mana Osiyo xalqaro universitetiga topshirdim. Endi birga o'qiymiz. Bugun final Baqa Liga Buxoroda bo'ladi. Keling, hakamaga sovg'a beramiz. Omanga qara, o'zing aytibsan, Buxoroga final deyapsan. Bugun hakamlarga emas, bugun muxlislarga sovg'a berish kerak. Davay. Muhammad Ali tentakmisan? Bu yerda 3000 ta odam. Bu bitta chaponingni qaysi biriga kiydirasan? Tentak, bu yoqda 3000 ta odam. Bilaman, buni o'zi shaxsan qo'llari bilan ishtonga tikkan. Buni qara, hammasi qara.
a'zosi do'stimiz o'z sevgan qiziga hammani oldida sevgi izhor qilmoqchi ekan. نسيني العالم لو ألف في الدنيا لو ألف في العالم مش ممكن Baca berek. Gözüme yaş olmuyor mu? Yok, biz bir şey olarak görüyor yani şunu da. Ben de zamur hareketlerim var. 3-4 işte işleydim. İttalap 3'ten kuraman. Şuna işleydim. Bu 3 kişiye özel suç şeydi. Bir bölümüne işleydim. Bir bölümüne cüm. Voqen ofis diyoring. Xuddi o'zi katta qilib qo'yganlar ochiladi. Voqedan uryoraman shu xastalikni, tamam. O'zim o'tam. O'zim kuchinglar sen. İltimos. Shotin. Kelasan. Qo'y shugim bir kuchinglar yumalar ichaylik. Davay, men ketdim, o'zlarimga olman. İltimos bolam. To'yingizni bo'lyapti beri. İltimos sahnadan chiqing. Final bo'libdi beri hakamlar kelganlar. Между прочим, men hakamlarning hammasini taniyman bacham. Umar akani taniysizmi? Umar akaning Lukoy she'rini yoddan bilaman bacham. Qaysi? May ichsang oqili dono bilan ich. Alo. Ha, Umar Qayyum emas, ustozimiz Umarbek Rahmonqulov Qirg'iz assotsiatsiyasi raisi. Ha, bu boshqa Ha, Iskandar aka. u yomon bo'lgan Iskandar. Xullas, men yarim dunyoni olgandan keyin men o'lsam degan, mana bu o'yinlarim halqa tarqatib İskender Zulqarnayn emas, İskender Temirov. Ha, u boshqada. Mana O'lim aka, taniysiz? O'lim aka eng ana shu yomon ishni ana shu yoq qilgan. Buxoroni bo'lib tilolarini olib senga Yok, Amir oğlum konu emas. ha, O'lim Amir konu. Mana Abdulloh aka. Abdulloh ha, Qirg'iz koordinatori. Faoliyat jamoasi a'zosi. Uyalmayli. Mana Qoraqalpog'istondan mehmon kelgan. Qoraqalpog'istondan mehmon kelgan? Ha. Qachon endi bizga faqat Qiziltepadan mehmon kelganmiz, bilmaymiz. Endi bilmaymiz-da, bacham, nima deysan? Ip. Hozir. Da. Aha. Sanlarga kosmosdan mehmon kelyapti, Mansur. Assalomu alaykum. Men Xolbekman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoling. Benim ustamda protopuslar şey tamam. Kanal hazırlam. Kanal bir şunçu adam. Kanal Ha, gittim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl diyorum? Nasıl dostum? Muçular son. Nomer. Kanal. Umuman radarga tushmagan. Spokойся. 500 milyon. Mamiro, ana mamiro. Git. Gel hocam gel. Yok 90'lık. 500 vermez 90 lira oldu. O telefonu verdi bu. Kaç radarga tushmadi. Aga, demaydi, bizga zo'r chiqish kerak. Zo'r kerak. Zo'r chiqish. Zo'r bo'lish kerak. Ha, tam o'sha hozir. Qachon chiqadi? Men seni yorim desam, yoningda
finalga o'tdi. Bundan ham kuchli. Ammo bundan kuchli faqat bittasi bor. Hozir bilma. Ustoz, Padishka. Şu kızla geliyor ama çıkıyor tatlı. Çünkü başını yaptım yok bana bir gitsen. Assalomu alaykum, assalom, ibi. Bittasini ham tanimayman, G'ofur yaxshimisan? Ustoz, bugun voqaliga finali. Bu sahnalarda siz o'tda chiqasiz. O't qani o't? Qo'shini bu o'tgan zamonda edi. O'tdan xavotir olma. O't mashina ichida. Qanchangga? Nima gap? Evizi bilib beradi. Evizi. Bu boshlovchi ukasan Galasiyo Qavla Mahmud emasmisan mabodo? O'zlar bu yerda bizni ustoz o'tiradi. Ustoz o'rmadi qani? Ustoz, tepada. Tepada. Neylar? Yo'q. Ha? Mana tepada. Ustozmi? Ruhaliga ko'zasi bir xona edi. Hakamlar ichida ustoz sizni dedi. Ustozlar bo'lgan doimo shuni bilishdi. Tepadari. Mani sizlarga niyatim 2011-yil xuddi mana sahnada mana shu ustoz do'llari bilan chempionlikka erishganman. Mani niyatim sizlar mana shu chempionlikni bugun olishlaringizni tilab qolaman. To'g'ri muxlislar? Televizor finali barchangizga muborak bo'lsin. Finalga esa birgalikda kuylaymiz. Qani keting! Hayda canım da canım, keresim da canım. Name durarım az yadam, tu fakat yadam. Hayda canım canım, Bukharam da canım. Name durarım az yadam, tu fakat yadam. Maksimum cevabı yapacak. Demek ikinci şartımız bir yaqinroq jamoalar yaqinroq bo'ling. Yana yaqinroq bo'ling jamoalar yaqinroq oldiroq. 5-4-5-5-5 bor. Akademiya jamoasiga qo'yilgan ballar. 4-4-4-5-4 bor. Oyuncular jamoasiga qo'yilgan ballar 5-4-4-5-5 bor. Kimyogarlar jamoasiga qo'yilgan ballar 4-4-4-5-4 bor. Ana maksimum jamoasiga qo'yilgan ballar 5-4-5-5 bor.
Hakamlar hay'atiga bitta mikrofon. Svet tushib qolgan kuyovni kelinga qarab aytgan qo'shig'i. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, ham ko'zi ko'r bo'lmasin. Rahmat, kimlargalar? Judayam xotindan qo'rqadigan akani aytgan qo'shig'i. Onasi ishdan kelguncha ovqatlarni pishirib qo'yaman. Rahmat. Megapolis. Chimildiqda ammalariga qarab aytilgan qo'shiq. Poylama, poylama, poylama. Poylaganlardan darsak. Maksimum Milliy ko'lani Coca-Colaga qarab aytgan qo'shig'i. Kim yurtidan yovni quvsa, men yurman. Qilichli Coca-Cola. Akademiya. Buxorolik ko'yganda aytgan qo'shig'i. Men o'sha balo mumpin lo 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 hamisha lo lo. Hakamlar. Megapolis jamoasi. Bu shartni tushunarli bo'lish uchun har bitta hakam bittadan minus ovozi bor. Boshqacha ham tushunmabdi. Hozir biza jamoasida bitta minus. Demak, Oyaslar jamoasida bitta minus, kimyogarlarda 3 ta, akademiya jamoasida bitta minus. Oyaslar ikkinchilardan boshlab beradi, marhamat. Bir Afrikaning istig'ida yashaydigan akani aytgan qo'shig'i. Bizga bahor begonadir, borgan sari. Rahmat, kimyogarlar. Judayam sodda bachaga ergitib ketgan qizni aytgan qo'shig'i. Bodo qo'ylar muborak. Rahmat, Megapolis. Bolani konsertiga tushgan akamiz aytgan qo'shig'i. Do'lana, bolalar tushgan do'lana. Maksimum Dadam uyni remontiga deb bergan pullarni Adnix'ga yutqazganimdan keyin dadamni menga aytgan qo'shiqlari. Qani, bacham, deydi. oxiri tizim bo'lgani xo'p. Akademiya 6 yil bakalavr, 2 yil ordinatura, 3 yil doktoranturada o'qigan qizning onasiga aytgan qo'shig'i. O'tyapman, 50 dan o'tyapman. Men hali sovchini kutyapman. Oyaslar jamoasi 3-lardan boshlab beradi, marhamat. Qo'rni katta akamizni egilaman deb shimi yirtilgan payt aytgan qo'shig'i. Men eslashab boda. Bo'lmasangiz bo'ldi, kimyogarlar. Yotoqxonaga kirolmasdan Astanovkada tunab qolgan talabani aytgan qo'shig'i. Astanovka pattay. Qo'shiqlar nomozlar ekan, uni. Megapolis. Panjarada oshaman deb shimini astarini yirtib qo'ygan talabani aytgan qo'shig'i. O, astarim. Rishotga boshqalar. Maksimum Sessiya vaqtida Zamdekamimizni eng yoqtirgan qo'shiqlari. Kel moni. akademiya Ichib mast bo'lib qolgan qiz aytgan qo'shig'i. Hayotay, bizotay, qaysipay. Oyaslar jamoasi davom etadi, marhamat. 2 yil Rossiyada ishlab kelgan akamizni xotirga qarab aytgan qo'shig'i. Seni bugun ko'rishim kerak. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Kimyogarlar Institutga kalta yubka kiyib kelgan qizga rektorda qarab aytgan qo'shig'i. Ha, yo'lim senda, ha, yo'lim senda. Megapolis Dedi yangi zapravkaga kelib aytgan qo'shig'i. 20 taga soling aka, plastikdan yechib oling aka. Maksimum Botir Qodirovni Shohjahon Jo'rayevga qarata aytgan qo'shig'i.
bir qo'limdan tug'ilsak-da begona. Akademiya Hozirgi kunda Botir Qodirovning aytayotgan qo'shig'i. Men kimman ay? Men kimman ay? Nima dedi işte? Maksimum. Yig'ilishda hokim yo'llarni tekislaylik, mahallani obod qilaylik degan payt hokimning aytgan qo'shig'i. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani. Rahmat. Kimlarga o'zgar? Osiyo xalqaro universitetida o'qiydigan bir talabani Buxoro davlat universitetida o'qiydigan talabaga aytgan qo'shig'i. Dengi все ты решаешь. Nega boriz? Qayta sahr kasalligiga duchor bo'lgan bir opani aytgan qo'shig'i. Mandan sahrlar bezor. Maksimum. Qaynona keliniga qarab o kelin, qachon farzandli bo'lasiz degan vaqt kelin qaynonaga qarab aytgan qo'shig'i. Sizga nima? Akademiya Konsa restoranga borganda ofisdan aytgan qo'shiq. Odamlar nima yeydi? Hozirlarimiz nima yeyishgan? Sizlarga Megapolis. demak, Oyaslar jamoasi boshlab beraman, marhamat. Iskandar akani Bo'xaliga rahmat bo'lganda, O'lim akani qarab, O'lim akaga qarab finalni nima qilamiz degan paytda O'lim akani aytgan qo'shig'i. Endi menga gitara. Kim o'rganlar? Zafar bilan qo'lga tushgan hokimni aytgan qo'shig'i. Ketar men shu yerdaman, bir madaniyatda bir markazdaman. Nega boriz? Bir ota o'g'lini ichib chekib yurganini ushlab olgandan keyin sen kimga o'xshading deganda o'sha o'g'ling javobi. Olma daraxtidan uzoqqa tushmaydi. Maksimum. Ana Sheremetga muxlisdan cho'qiyotgan pashshalarga muxlisdan aytgan qo'shig'i. Chaqasam Bizim taqayapti. Akademiya hozirgi kunda buxoroliklar aytib yurgan qo'shiq. O 17-qavatdan boshlandi buzilishlar hammasi. Rahmat. Sizlarga Oyista. yigitini o'zidan najot chiqmagandan keyin qizni yigitga qarab aytgan qo'shig'i. Yur ketaylik tog'larga. Kim o'rganlar? Umrida birinchi marta pora olgan domloni aytgan qo'shig'i. Bizda ham pul ko'payib ketdi. Ishlanganlar. Nega boriz? 30 ga kirib yerga tega olmagan qizni g'iybat qilib o'tirgan xolalarga qizni aytgan qo'shig'i. Xolalar meni aybim biladi, xolalar. Rahmat xolalar. Maksimum 16 yoshli uka 30 yoshli akadan oldin uylanayotganida 30 yoshli akani 16 yoshli ukaga qarata aytgan qo'shig'i. Sen baxtli bo'l, mana Akademiya biz Xorazmdan kelganmiz, shuning uchun Xorazmcha qo'shiq bilan davom etamiz. Elektrikni tok urganda qaytgan qo'shiqlar. Shaq shaqildig'idan. Iskandar aka Maksimum. Qorovul bozordan Buxoroga kelayotgan taksichini aytgan qo'shig'i. Hey, William. Kim aytganlar? o'z o'qituvchisiga uylangan talabani aytgan qo'shig'i. Qani ustoz egiling, bir ikkita bukiling. Nega boriz? Adin ekspertda bor butun yutqizgan akamiz aytgan qo'shig'i. Bu dunyo nimadir? Bu dunyo o'yin, bugun yutqizsak. Maksimum ustozimiz Olimjon Xudoynazarov Buxoroga kelib, magazin kirib, magazinchilik gapiga tushunmasdan magazinchiga qarata aytgan qo'shiqlari. O'zbekcha gapirmanga, gap qaytarmanga. Baqirmasa aytib ketaverasiz.
Akademiya Bir gala qo'ylarni to'da bo'lib hokimiyatni pastiga borib aytgan qo'shig'i. Bara bara bara, bere bere bere. Iskandaraga Kimyogarlar. Afg'onistondagi bolani aytgan qo'shig'i. Maya Devichga bomba. Nega polis jamoasi? Instagramda tanishib qolgan qizi bilan birinchi marta uchrashgan yigitning aytgan qo'shig'i. Ko'rdim yuzingni devona bo'ldim. Maksimum Bitta baquvvat kuch-qo'rni quyiga qarata aytgan qo'shig'i. Da dumla dumla da, dumla dumla. Akademiya Biz Xorazmda ustoz san'atkorlar qo'shiqdan davom etamiz. Bir qishloqda poyezd o'tib ketsa, poyezdni tomosha qilib o'tirgan bolani aytgan qo'shig'i. Ko'mir o'tar, tosh o'tar, temir o'tar, yosh o'tar. Iskandaraga Akademiya. Akademiya jamoasida 5 ta. Faqat oq rangdan boshqasini bilmaydigan akaning aytgan qo'shiqlari. Oq bulut, oq gullar, oq kabutlarlar. Nega polis? Buxorodan Surxondaryoga kelin bo'lib tushgan qizga qizning onasi aytgan qo'shig'i. Bo'ridan qo'rqma bolam, bo'ri ham bolam deydi. Maksimum Hammamiz tanigan qo'shiqchi Lolaga aytilgan qo'shiq. Oq kiyimim bor deysan, ajab ajab. Nega kiyib yurmaysan, ajab ajab. Rahmat. Qorni og'rigan bolani ichidagi mikroblarga qarab aytgan qo'shig'i. Ichimdagi dushmanlarim. Nega polis? Armiyaga ketishni xohlamagan yigit bankomat ko'rigida aytgan qo'shig'i. Mayli telbadinglar, mayli devona. Maksimum Ustozimiz Olimjon Xudoynazarov Umar akamizga SMS yozgandan keyin, Umar akamiz SMSga javob qaytarmagandan keyin Olim akamizning aytgan qo'shiqlari. Men senga xatlar yozdim necha bor. Xotiniga navbat tegmagandan keyin o'sha xotinning Chingizxonga qarab aytgan qo'shig'i. Yo siz keling, yomon boring. Maksimum iltimos, hurmatli muxlislar, iltimos, maksimum. Qizlarning mo'ylovi endi chiqayotganda o'sha qizni aytgan qo'shig'i. Saharda bog'imda gullar dinka. Iskandaraga hurmatli muxlislar, jarima bo'ladimi? Jarima bo'lsa, uni ham bitta hakam baholaydi, o'zi oxirida qolib ketgan. Nizomimizda shunday. Kim ikkilangan bo'lsa, Unda maksimum. Demak, nega polis jamoasi 0.9 ball, maksimum jamoasi esa 9. teskarisi bo'ldi hozir. Uzr. Maksimum jamoasi 0.9 ball, nega polis 1 ball.
Şeker kıymalı Düşünce beni içinden yıkanlayan sanırım Bunga qarang bo'ldi kamera ishlar yo'qdi orqadan boshlig'imiz bizga qarab keldi boshliq keldi gazni berdi telefon qilib Suriyajon bunga qarang bitta o'yini 5 kishiga sotyapti Ukajon buloq qilmang mashinlik 10 yilga ketibdi qamalib ketibdi milisa kelibdi mashinlik ketibdi to'g'ri ketibdi Gaz $2 narxi oshgani shu uchun $200 bo'libdi qimmat bo'libdi Bebek kelibdi aqlni buzibdi Hali o'yin tugagani yo'q-ku. Hurmatli akamlar, iltimos shu chiroyli ketayotgan qo'shiqni buzmaylik. Rahmat Ro'xaliga 2024-yil mavsum final Buxoro. Hammaga rahmat. Demak, akademiya jamoasi 3-shartni boshladi. Biz Xorazmdan kelgan mediklarmiz. Shuning uchun ham bir qo'shiq shartida xorazmcha qo'shiqlarni meditsina talqinida ko'ramiz. Ey, 25 yilda stomatologga kelmaganda. Qani kiraqan nima deydi? Og'zini to'ldirib turgan nosini ko'rib
Çiğni kapara yine Kurtunu köreyim Yaklaşsana akıllı Pişik sarış kişi kurulur Her bir sözüden razıya Örgünçeler biyey Her bir sözüden razıya Örgünçeler biyey İbi ağzını koyayım biyey İbi ağzını koyayım biyey Bana hurmatli bemor, analiz natijalari tayyor. Siz yaqinda sog'ayib ketasiz. Ana endi shu bemor ham bir uch ko'rsatib istasa, ha? Yo'q, doktor. To'xta. Bermadim aytib bizga, bera qo'ying, ma'lum bilmadingiz, bera qo'ying, oyisi bermadingiz, kremasi bermadingiz, odamchi bermadingiz, bera qo'ying, odamchi bermadingiz, bera qo'ying. Xotin, balki pulni qilasizlar, shuncha bolamiz bor. Shu Rabbimda seni yurishlaringda odam, sindirmasin tug'ishlaringda odam. Hayilda bir dam olasan to'g'risaniz, bo'ldi endi to'xtasan shohim. Igizaki bo'ldingiz. Qani o'zi bir doktorga kelmoqchi edim, xonasini adashtirmadimmi? Urolog ham ayol kishi bo'ladimi? Avval boshdan bala tangda ko'rishdik. So'yla doktor o'zi urologmisan? Analizni so'radim, qo'shning tutulding. Doğrusunu ayt yoki ginekologmisan? Doğrusunu ayt yoki ginekologmisan? Yana ukol, yana jomon qo'rqaman shu ukoldan. Assa urun ag'ay, sekin tuting vahey. Assa urun ag'ay, sekin tuting vahey. İlgilen sana arkaya hoş yakarım. Uyuyandı gözlerinden yaş akırım. İlgilen sana arkaya hoş yakarım. Uyuyandı gözlerinden yaş akırım. Demak, talabalar hozir rektor davlatimiz vohaliga final olib ketishimiz kerak, ruxsat olamiz. Assalomu alaykum rektor bu. Nima? Senlar avval Sesiyani yok, en bunu yok. Saçotni yok, ağzingni yok. Rahmat aziz muxlislar. Biz chiqishimiz joyida monitordan foydalanib Xorazm haqida tanishtirmoqchi edik, lekin Xorazmlik bo'lganimizda navbatga olib monitordan foydalanishni olamadik. Rahmat sizlar bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch viloyatining akademiya jamoasi bo'ldi. Kimgadir yoqarmasa, kimdir Real shaydosi. Xullas, dunyo futbol klublari yig'ilishib
ayting. Klublar bir kuni jam bo'ldilar. Realdan Porto City'ga qadar eng birinchi bo'lib PSG keldi. Eng so'ngida Barsa darbada. Bizni taklif qilmadilar ham, bizni ko'p bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro, kelib chiqdi oxir mojaro. Real klublar boshiman derdi, To'qqiz ko'ksini keldi, 7 esa sirliman derdi. Oltindan qolishmas edi, 8-5-2 hamda uch. Maqtandilar ne so'z bo'lsa duch. Xullas kalom eng kichik bo'lib, ikkidan ham teng kichik bo'lib, bir sharmanda sharmisor bo'ldi. Klublar xo'p ustidan kuldi. Shu paytda yu kelib qoldi, Rus uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan zo'rga aylandi, yu ayovsiz jangga shaylandi. Hamma yo'ni yoniga tortdi, uning qadr qimmati ortdi. Temur mahkam ushladi yuni, Parishga ko'ring bu holni. Shunday qilib yu talash bo'ldi, O'zbekiston tarixiga kirdi. Shoyat Mansur kelar bu qissa, mana sizga qissadan hissa. Olimpiadaga chiqdik. Nasib bo'lsa jahon chempionatiga ham chiqamiz. Universitetga borayotgandim alqayib, oldimdan bir kuter chiqdi jilmayib. Bormang deb ekan bilan birlash, uyimgacha xat jo'natdi tirjayib. Kasalmasam opkelasan spravka, yo bo'lmasam mashinamga zapravka. Kelib tursang hech tushmaysan ishtirokka, kelmasang ko'tarilar stavka. Qaynotajon aylanayin bu yezdan, bugungacha chiqmagaman so'zingdan. Xizmatingizni qilay mayli davra, sparkimni qilib bering tenzila. Mana bugun vaqtda ko'ram bormoqchi, uyga kiring ichamiz qaynoqmoqchi. Teramas olib beray nihoyat, faqat kuyovni bilmagan. Ertalabdan yo'lga
bosamni aylanib ketib sindirdi u bosamni Kim bu? Ben bilan oilasini hurmat qilaman, onalarini ukalari deyman. Onamangiz. Turgan edik ocham bilan shaylanib Ichamizni piva aroq maylanib Sakuzasiz och qoringa ichimiz O'sha kuni sahargacha Gapga, mana shu ichkilik senga yoqadimi? Mana shu ichkilik orqasidan kimdir boy bo'lib qoldimi? Qanchadan qancha oilalar ajal ketyapti. Undan ko'ra bizni chempionlik qo'shig'imizda ishi. İnsoniyat eshiklarini och do'stim Ko'ngli qora insonlardan qoch do'stim Yurtboshimiz bizga umid bog'lagan Ilm olib ziyonimiz soch do'stim Qo'shiq aytdik mazza qilib kulingsiz Termizga salom olib keldik biz Hofiz degan hunarimiz bor endi Nasib qilsa to'yingizga kelamiz Oyislar jamoasi chempionlik qo'shig'iga tayyor. Ko'ramiz Buxorodagi muammolar. Aka sizlar to'yga chiqasizlarmi? Ha, chiqamiz. Kelin qayerdan? O kelin olib o'tganim yo'q. Kecha bir qidirib ko'rdim. Qayerdan qidirsizga? Ishni. Bo'ldi. Bo'ydoqligim alimda omon yora. Yo'l qidirib ketdim omon yora. Ko'llarga bordim omon yora. Bu yerdagi qizlar Nima bilan qizlarga? Ey mehriddin, keluga bir bizani to'yda ko'raydi, bir maza qilib cho'miltirib kelmaysanmi? Havo isib ketdi. Akajon to'yda ko'rgan yigitlar bilan bormaydi. Yo'q, ey, kim bilan boradi? Eshiting. To'yda ko'rga borsang, omon yora. Ehtiyot bir cho'milgin, omon yora. So'ng yutib yuborma, omon yora. Bu yerga qiz olsang, to'yda ko'rgan qizlar bilan borsa nima bo'ladi? Shunday bir xotinboz bolaga o'xshaysan sen. Menga qara uka. Ey, sen o'zingdan ketma, senga bitta maslahatim bor. Eshit. Kechda bo'lsa hushyor bo'ling, omon yora. Yaqinda bir safar bo'ldim, omon yora. Eshit. Aka, muammolarni hurmat qilaman. Eshiting aka. Olamani. Kechda bo'lsa hushyor bo'ling, omon yora. Yaqinda bir safar bo'ldim, omon yora. 15 kunlar kasal bo'ldim, omon yora. Aynagalar bo'lib qolib, omon yora. Fakat ozodlikdan balki kırmızılı finallaramayız. Olacağını bir yakacak, sinirli kızlar, kaldı şakanın kızlar.
yo'q dedi, xo'p akajon xo'p dedi. Olib ketaman desam, qandirayam ko'p dedi. Biz olamasak maksimum olar. Ular olamasa-chi? Chempion bo'lgandi. Biz esa tribunada turib, o'yinlarning oldin shunday niyat qilgan edik. Xudo xohlasa biz ham mana shu sahnada kubokni olamiz. 14 yil oldin olingan kubok bugun o'z egalarida. 14 yil oldin qilingan orzular esa bugun sahnagacha chiqdi. Sahnaga chiqishga yordam bergan Uler jamoasini tribunadagi a'zolar va sahnamizdagi a'zolarga chin qalbimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Sizlardan shart bo'lmaydi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining Oilstar jamoasi. İskenderov Doston, qandagilar? Sovg'asini olib kelishasiz. Sovg'asi. Yana sovg'asini olib kelinglar. Bitta sovg'a olib kel. Qandagilar? Ikkinchi sovg'ani olib kelavering, ikkinchisini. Endi navbatdagi nima aytamiz? Bu mavsum kashfiyoti Megapolis jamoasi. Jinoiy rahbar G'ulomov Mironshoh Oilstar jamoasi. Oilstar jamoasi marhamat. Beroni mana. Ijroiya qarshilab qo'yishlar jamoasini Toshkentda bo'ladi va Qarshidan boshqa to'ylarni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan rahbarlarimizdan Xudoimiz Olimjon ularga tasavvurlarni qabul qiladi. Marhamat. Hozirgilar sovg'alarni ham sovg'alar o'tkazildi. Eng sho'x qiz nominatsiyasi bo'yicha Akademiya jamoasi Abdullayeva Musharraf. Hozirgilar, ravliga hozirgilar. Eng sho'x yigit nominatsiyasi Maksimum Bobaqulov Narziboy. Marhamat, hozirgilar. Elimizda 8 ta viloyat voqea koordinator birlashtirganmiz va o'zimizga xos qilib yilning eng yaxshi qizi koordinatori nominatsiyasiga joriy qilganmiz. Salimov Jasurjon Navoiy viloyati marhamat.
O'zbekistonning QMZ fidoyisi nominatsiyasi bo'yicha Ozod Yuliyev taqdirlanadi. Assalomu alaykum Buxorojonam. Hammalaringizga rahmat. Bugun haqiqatan Buxoroda 15 yil o'tdi. Mana shu final, shunaqa to'ylar, shunaqa tadbirlar, QVZga 30 yil bo'ldi. Ustoz borib tabriklolmadim. Shu men xohladimki, shu Buxoroni ahli bilan sizni bu 30 yillik QVZ va vohaligini 1 yilligi bilan tabriklasam. Muxlislar qo'llab qo'ymaymizmi? Rahmat deb qolamiz. Ustoz tabriklaymiz. Cho'ponlar muborak bo'lsin. Final muborak bo'lsin. Buxoro! Bizlar ham mana ustozlarga sovg'a qildilar. Bizlar ham ustozimizga sovg'amiz bor. Shu bilan final qachon bo'ladi endi Buxoroga? Shu uchun ketdik, fanfara. Bugungi Voha Ligasi finalida 3-o'rinni egallaydi Akademiya jamoasi. Final bellashuvimizda faxrli ikkinchi o'rinni egallaydi All Stars jamoasi. Hamda 10 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Yuqorida aytgan narsamiz baholamadik deganimizda o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Bugungi o'yinda finalda shiddat bilan ikkita jamoamiz o'zaro raqobatlashib keldi. Oradagi farq juda ham kichkina bo'lganligi uchun hamda Voha Ligasi 1-yilgi mavsum finali bo'layotganligi uchun biz faqatgina maksimum jamoasiga 0.1 ball hadya qildik va bugungi final, birinchi final chempionlari ikkita jamoamiz. Maksimum jamoasi